Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Charchamasizmi? Bayramlar yaxshi o'tkazibsizmi? Mana bu Qorako'l tumaniga polvonlar qishlog'iga taxta keldi ana. Taxtalarimiz keldi. 5 xil razmer. 19 dan 7 dan 19 gacha razmerlar. Taxtalarimiz sifatini ko'ringlar mana. Hozir kirib keldi ana. Kimga kerak bo'lsa telefon nomeri qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Qishloqda, shaharga borib mashina xarajat qilib o'tirmaysizlar o'zi. Shundoq borib 3-4 kilometr zo'r bo'lsa qishloqning ichida. Polvonlar mahallasiga kirgan joyda 200 metr. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeri qo'yaman, egasining nomerini qo'yaman.